Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. Griezmann F1 degan tarz nomini hozir ko'rgani keldik. Mana tarzi yirikligi 18 kilo atrofda bor. Hosildorliklar juda yaxshi. Aka, shu tarzni bir ko'ring qani? Aka, shuni bir ko'taring qani? Siz ko'taring rasmga. Surxondaryo Termiz. Mana shu tarz kamida 18 kilolik tarz. Qolgan joylarini ham ko'rsatib o'tamiz. Juda ham yaxshi, mana falaklari. Griezmann bir qaysi chislogga kelgan bu aka? 15-mart kuni kelgan. 15-martga kelgan. Bugun 27-may. O'zi tarzimiz uzishga tayyor, pishgan. Erta uziladi. Xudo xolasa ertaga Rossiyaga foraga ortiladi. Tarzlar bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Hamma joyi zo'r, ideal. Tarz yaxshi. Tarz zo'r. Qo'yasi ham zo'r, o'zi ham.